Bu yerda 1 million dollar naqd pul bor. Endi men tasodifiy odamlarga 1 daqiqa vaqt beraman shu pullarni sarflash uchun. Sizlarda 60 soniya bor. Shu aravaga nima qo'ysangiz, men 1 million dollargacha bo'lganini to'lab beraman. Tushunarli. Boshladik. Bo'la qoling, timer ishlayapti. Voy, bu televizor juda katta-ku, bizning aravaga sig'armikan? Kimga yana bitta televizor kerak? Vaqt tugayapti, deyarli 1 daqiqa bo'ldi. Hech qanday qo'shimcha vaqt yo'q, to'xtatdik. Zo'r ishlading, kichik do'stim. Ular aravaga nima qo'yishgan bo'lsa, hammasini men to'layman. Kelinglar, endi qancha zarar bo'lganini ko'raylik. Qaranglar, u bunchalik ko'p sovg'a kartasini olganmi? Jami 13 ming dollarlik sovg'a kartalari. Bu joyni sekinlashtirilgan tarzda qayta ko'rsating va yozib qo'ying. Ular 1 daqiqada jami 18 ming dollar sarflashga ulgurdilar. Bu albatta 1 million dollardan ancha kam. Shuning uchun tabriklayman. Bu narsalarning hammasini o'zingiz bilan olib qolasizlar. Endi bizning navbatdagi manzilimiz mana shu zargarlik do'koni. Mana masalan shu joyda turgan buyumlarning o'zi 900 ming dollar turadi. Va mana bu yerda turgan narsalarning o'zi esa 1 million 300 ming dollar. Bu yerda esa 1 million dollarlik narsani topish juda oson. Endi esa keyingi ishtirokchimiz Ashley. Timer 30 soniyaga yetguncha sen shu idishga nima qo'ysang, men shuni pulini to'lab beraman. Agar tayyor bo'lsang, boshladik. Давай, давай. Бери все, что захочешь. Просто клади в миску. Можно Давай. туда? Золотое ожерелье. Оп. Да. Так. Скорее. Спасибо, Карл. Прошло всего 5 Да, секунд. да. Мне нравится эта Вот колье. эта штука ей Да, пригодится. нравится. Ой. Так, так. Ладно, ладно. Бегу. 5, 4, А так? 3. 2 1 0. Bo'ldi, vaqt tugadi. Juda qimmat taqinchoqlar yig'ilibdi. Keling narxlarini bilaylik. Bu 18 karat oltin. Bu 5800 dollar turadi. Voy, bu yerda yana qancha narsa bor. Bularni hammasini nima qilasan? Ba'zilarini taqib yuraman va ba'zilarini do'stlarimga berib, qolganini sotib yuboraman. Biz taxminan 100 ta zargarlik buyumlarini skanerdan o'tkazdik va natija 60.990 dollar. Ajoyib, deyarli 61 ming dollar. Bu bilan yashasa bo'ladi. Bolalar, 3 gacha sanaymiz va sakraymiz. 1 2 3. Keyingi joyimizda esa maxsus mehmon bor. Bu mening akam. Agar sen shu aravaga solgan narsalaringni 1 daqiqa ichida to'ldira olsang, hammasini men to'layman. Boshla. To'xta, bu hazil edi. Timerni hali yoqmabman. Endi rostdan boshladik. O'yinlar hammasini olamiz. Men sizga aytmoqchimanki, biz bu do'kon egasini bilamiz va bularni hammasiga rozilik bergan. Lekin sen biroz haddidan oshdi. Когда ж он перебарщивал? Что делаешь? Игры! Ой! Ага. Шон, все хорошо. Все Мы в просто порядке. хватаемся Давай. подряд. Игры! Берите игры! Шон! Я беру карточки с покемонами! 54 секунды. 55. 56. 2. Мне все это нужно! 0. Все. Endi hammasini yig'ishtiramiz. Polga tushgan hammasini aravaga solamiz. Baribir men pul to'layman. Kim o'zi qutisiz butun PlayStation 4 Pro ni olib qo'ydi? Qutisiz holda. Men uni topdim. Men bu niqob ostida kulyapman, lekin siz buni ko'ra olmaysiz. Jimmy menga bunchalik ko'p o'yinlar bergani uchun unga katta rahmat. Albatta bularning hammasi menga kerak emas. Shuning uchun do'stlarimga beraman va xayriyaga topshiraman. Keyingisi John Deere. Bu safar bizda biroz o'zgacha narsa bor. Ishtirokchimiz buning otasi. Qani unda ketdik. Ajoyib. Endi hammasi joyida, boshlaymiz. Sizda 30 soniya vaqt bor. Nimagadir teginsangiz, men o'sha narsani pulini to'layman. Otang bo'lgani uchun aravachaga solish shart emas. Traktorni aravaga solib bo'lmaydi-ku. Sizda 30 soniya vaqt bor. Qanunda boshladik. Menda zo'r g'oya bor. Hozir kelaman. Unda o'yin boshlandi. Вперед. Давайте. Так. Нам я что делаю? О, боже мой. Еще вот это! Давайте вот этого коснитесь. Я даже и сам справляюсь. Да, хорошо. Похоже, Крис кое-что придумал. Погнали, давай за ним. Так.
Voy, ular bu yerda traktor sotishlarini unutibman. Kim o'ylabdi deysiz, traktor do'konidagi odam zargarlik do'konidagi odamdan ko'proq pul sarflaydi deb. Men bilardim, shu do'konni rejalashtirgan edim. Shuning uchun traktorni eshikka yaqinroq qo'ygandim. 2 soniya qoldi-yu, yetkazdi. Juda zo'r edi. Endi bilasiz mening pulimni sarflash qanday bo'lishini. Nega unga Onetda Traymer kerak o'zi? Buni 30 soniyada qanday qildingiz? Yugurdingizmi? Ha, yugurdim. Men yugurganingizni hech qachon ko'rmaganman. Men Mr. Beastga, Jimmyga va hammaga katta rahmat aytaman. Bu hayotni ancha osonlashtiradi. Hammasining umumiy narxi $30,000. Lekin tashqaridagi traktorni qo'shsak, 80 mingdan oshadi. Bu juda ham aqldan ozdirishi mumkin. Endi esa biz Walmartdamiz. Bu safar keyingi odamga biroz ko'proq vaqt beraman. Bu Jordan. Sen o'qituvchisan, to'g'rimi? Ha, albatta. Hozirda 91 nafar o'quvchini o'qitaman. Ajoyib. Biz senga o'quvchilaring uchun maxsus sovg'a tayyorladik. Mana bu aravachani to'ldir. Biz hammasini to'laymiz. Sanda 5 daqiqa vaqt bor. Taymer yoqildi. Boshladik. Men haligacha hayronman. Nimaga yugurmayapti? Axir boshladik-ku. Bo'ling tezroq. Keling unga biz ham yordam beraylik. Bular kerakmi? Ha. Bularchi? Albatta. Men chang yutgich oldim. Bolalar juda betartib. Ha, to'g'ri. 2 daqiqa o'tdi, yana 3 daqiqa qoldi. Что еще? Можно нам все ваши ноутбуки? Тетради. Мы еще вернем. Unda 40 soniya vaqt qoldi. Negadir bu ayol shoshilgani yo'q. Bo'ldi. Vaqt tugadi, lekin bu yetarli emas. O'quvchilarning bundan ham ko'prog'iga loyiq. Taymerni qayta yoqaman, yana 5 daqiqa. Qani boshlang. Ular notebooklarni ochishdi. Salom. Я пойду и найду нам целую тележку добра, хорошо? Хорошо, я доверяю тебе. Наконец они открыли ноутбуки. Школьные принадлежности О, для боже. детей. PlayStation'ов нет, одни контроллеры. Ой, осталось 5 секунд. Ладно. 3, 2, 1. Закинем еще ламп. Она Да. что? Всю стойку с лампочками положила. Bu uning yagona aravasi emas. Karl Chris hamma to'ldirdi. O'ylaymanki biz ajoyib ish qildik. Kelinglar endi hisobni ko'raylik. Qani nimalar olding? Har xil shirinliklar. Bilasanmi yana kim shirinliklarni yaxshi ko'radi? Kim? Men albatta. Men chin qalbimdan Jimmyga rahmat aytmoqchiman. Bu aravalarda o'quvchilar uchun $10,000 dan ortiq narsa bor va biz Jordanni qo'l qo'yishtirib kuzatmoqchi emasmiz. Olib kiring. Bu bizning tansoqchimiz, chunki biz hozir Walmartning o'rtasidamiz. Jordan, tabriklaymiz. Mana sizga $10,000 naqd pul. Yo'q. Siz meni yig'latmoqchisiz. Bu juda kerak edi, rahmat. Ro'porosa Rojdestvo arafasida. O'g'limning tug'ilgan kuni yaqin. Erim esa sovg'a olmaslikka tayyor edi. Siz bilmayapsiz, bu bizga qanday yordam bo'ladi. Оплатить. А скоро еще Рождество. В пятницу день рождения сына. О, Мы правда? не могли купить ему то, что он просил. А у мужа день рождения 21 числа. Он ничего не хотел, так как денег все равно нет. Я так благодарна. Haqiqatan ham bu pullarga muhtoj odamga nasib etgani meni juda xursand qildi. Endi keyingi joyga boramiz. Qani go. Sizga esa rahmat. Endi esa biz do'konda emasmiz, tashqaridamiz. Bu Mitch. Bu yerda bir nechta mashinalar turibdi. Va 2 futbol maydoni narida 6 raqamli Lamborghini turibdi. Qancha uzoqda? Shu qimmat mashina. Senda 1 daqiqa vaqt bor. Istagan mashinalaringni haydab, finish chizig'iga o'tkazishing kerak. Tavakkal qilmasang yutolmaysan. Eslab qol, biroz kechiksang hammasi tugaydi. Ulgurmasam mashinasiz ketamanmi? Ha. Hamma tayyormi? Я готов! Boshla. Он стартовал. Время пошло. U Lamborghini tarafga ketdi. Божечки, он так быстро бежит! Очень быстро! Он бежит за ламбой! Нет, он бежит за Теслой! Боже, успеет ли он? Где ключи? О нет, он не знает, что делать! Parol 69 tezroq hayda. Давай! 10, 9, 8, 7 и как раз vomrya. Tabriklayman, endi bu Tesla seniki. Ishonmayapman, bu orzu edi. Bu rostdan ham meniki endi. Ha, albatta. Mitch kanalimizga obuna bo'lgani uchun tanlangan edi.
Men haligacha ishonmayapman. Shunchaki obuna bo'lgani uchun endi Tesla'ga ega bo'ldi. Bu juda zo'r ish. Siz ham endi Beastmaster usubiga obuna bo'ling va do'stlaringizga ulashing. Mitch aytganidek endi siz ham obuna bo'ling va like bosing. Bu motivatsiyani oshiradi.